Do'zaxdan qo'rqib jannatga kirishlik maqsadida besh yoshar bola do'zaxdan qo'rqib jannatga kirish maqsadida 3 kecha kunduz taom yemasdan o'rmonda o'tirib Allohni eslab yurdi. Yahya aleyhisselam'ning 7. faziletlari kana aşedden nasi zuhda. Yahya aleyhisselam ötek gitken zahid kişiydi. Dünyadan vaz geçken, ahiretini oylagan kişilerden edi. Yahya aleyhisselam köçeden anharlardan barı su içerdi. Ormanlarga kirib daraxtlarning bariklarini terib yer ekan. Nimaga Zakariya alayhisalomning uyida taom yo'qmidi? Nimaga Zakariya alayhisalomning uyida taom yo'qmidi? Nimaga Bani Isroilda taom yo'qmidi? Biron bir taomga harom aralashib qolgan bo'lsa, shuni yeb qo'ymay deb turib, o'rmonga kirib turib daraxt bariklarini yer ekan.